jo'jalarni sotyapsizmi Islomjon deganlarga jo'jalarni sotyapman o'rtoqlar. Nech kunligi nech pul degan akalarimiz. Men jo'jani kuniga qarab hisoblamayman. So'z boshidan aytib qo'yaman. Mana shu jo'jalarni masalan aralash, lekin bu yerda mana shunday partiyasi bor. Taxminan nech kunlik desa bo'ladi. 12 kun yoki 10 kun bo'lgandir. Hozir video davomida to'liq tushuntiraman. Men jo'jani narxini kuniga qarab emas, katta bo'lganiga qarab, sog'lomligiga qarab narx belgilayman. Buni kunini paloncha kun deb turib, o'zi paloncha kun bo'lgani bilan munchacha kichkina jo'ja ham bo'ladi o'rtoqlar. Shuning uchun men narxni faqat holatiga, sog'lomligiga va kattaligiga qarab belgilayman. Eslatib o'taman o'rtoqlar, jo'jalarimiz sotuvda bor. 8 ming, 10 ming, 12 minglik optimga jo'jalarimiz bor. Optim narxini aytyapman. Manzilimiz Namanganning Mingbulog'ida. Lekin dastavkamiz yo'q Mingbora, uzr o'rtoqlar. Telefon raqamimiz shu videoni nomida turibdi, lekin afsuski bizda aviomnaqa katta bo'lmaganligi uchun dastavka yo'q. Kelib olib ketishingiz mumkin. Hozircha mana shu katta kichkina jo'jalarimiz sotuvda bor. Endi bizni muxlislar kuzatib borayotgan o'rtoqlar, biznes qalay bo'lyapti, nima bo'lyapti deb turganlar, sizlarga kattadan katta rahmat. Ana otpuska deymizmi? Dam oldik, hayit bayramlarini ham o'tkazdik, nasib hammasi yaxshi bo'ldi. Endi bulardan sizlarga yangiliklarni bo'lishib boraman. Hurmatli do'stlar, bittadan like bosib qo'llab turganlar uchun kattadan katta rahmat. Parrandaga ishqibozlari, qiziqadiganlar, sizlar ham salomat bo'linglar. Unda videoni boshlaymiz. Do'stlarim, bu video sizlarga ham manfaatli bo'lishini xohlayman. Shuning uchun hozir sizlarga bir nechta kimdir bilar, kimdir bilmas, hamma o'zi bilganday nima deydi, jo'jani parvarishlaydi, boqadi, lekin men o'zim bilganday qilib biroz sizlarga ma'lumotlari bilan bo'lishib o'tmoqchiman. Qanday qilib jo'jalarni hozirgi kunda boqayotganmiz va nimalar berayotganmiz. Jo'jalarimizga birinchi kundan makka va mana shunday makkani maydasi bo'ladi, shunday maydalangan. Shunaqa maydasini o'zim Brevo'kada chiqaraman-da, o'sha bilan birgalikda mana shu broilerni start yemidan qo'limda biroz mana shunday maydalasam, sal maydalashadi-da, bu ham sinadi. Xullas mana shunday g'ijimlab maydalab berayotganman. Shuni qilib boqayotganmiz va orada faqat broiler yem bilan boqaman va makkan yemini ham aralashtirib beraman. Unaqa ko'p bermayman makkadan ham. Ya'ni 1 kilo bundan bo'lsa, makkadan ham 1 kilo qilib shuni aralashtirib, makka bug'doylar bilan berib turaman. Sababi xarid qilib olgan odam borgandan keyin qiynalmasligi uchun. Ya'ni shu parrandani, jo'jani sotib olgan odamlarga borganda makka berishsa, makka yemay qo'ymasligi uchun. Va jo'jalarga ko'pincha vaqtim misol uchun uyda bo'ladigan bo'lsam, albatta bularni biroz och qoldirib boqaman. Nima sababdan? Chunki bir yeganda ko'proq to'yib yeyishligi uchun. Mana ko'ryapsizmi? Jig'ildoni to'la mana. Kechqurunga yotishga tayyorgarlik ko'ryapti-da bular uxlashgan oldin. Qanday boqiladi? Mana birinchi kunlik jo'jalarga berishingiz mumkin. Albatta 1 kunlik jo'jalarimizga yangi mana ular 1 kunlik emas, katta bo'lib qolgan, lekin 1 kunlik jo'jalarga suv bilan shunday makkani maydasini beraman. Ana undan keyin o'rtoqlar, bularga o'sha birinchi kundan bir kishini tavsiyasiga ko'ra shunday yo'llar tutyapman. Yaxshi katta bo'lyapti o'shanda ham jo'jalar. Qorin og'rig'i bo'lganligi uchun bularga tetratsiklin yoki shu qorin og'rig'iga bog'liq bo'lgan dorilar bo'ladi. Shuni suvga aralashtirib, bitta tabletkani 1 litr suvga aralashtirib, agar u dorilar Ciprox yoki shunga o'xshash bo'ladigan bo'lsa, shakar bilan, ya'ni katta qoshiqda 2 qoshiq shakar bilan oldin eritib olib turib, keyin beriladi. 2 kun davomida, 2 kundan keyin xuddi shu tartibda dori Levamitsin degan rossiyskiy dori bor, tabletka. Bu ham o'sha qorin og'rig'iga, ichib ketishi, ya'ni shunaqa narsalarga o'sha dorini xuddi shunday shakar bilan beriladi. Jo'jalar yana bir 3 kun bersangiz, keyin yana 2 kun dam berasizda, xolasangiz o'sha 2 kun orasida vitamin bering va jo'jalar 1 haftalik bo'lib bo'lmasdan holatiga qaraysiz, 1 haftalik bo'lganda Tolkox
degan doridan 2 kun berish kerak bo'ladi. Ana shu Tolkoksni har haftada 2 kundan berib tursangiz, bu juda yaxshi bo'ladi. Bular birinchidan ichini yaxshilaydi, ikkinchidan o'rtoqlar gijjasini, ya'ni o'sha kasalligi bor, koksidoz degan kasallik bor, ichi ketishi va axlatida qon kelishi. O'sha narsaga mana shu narsa Tolkoks bo'ladi. Men O'zbekistonnikidan foydalanyapman. Natija beryapti, yomon emas. Mana bu bo'lsa, har xil o'sha vitaminli kompleks. Bundan ham suvga qo'shib beraman, bundan ham suvga qo'shib beraman. Va nargi tabletkalarni odam aptekasidan olasiz. Ular ham bor narsa, yo'q emas. Shunaqa qilib boqsangiz, jo'jalar 10-15 kunda o'sha zo'r holatga keladi. Undan keyin 15-20 kunlikdan keyin yana bir kuzatasiz, holatiga qarab shu Tolkoksdan har haftada mana shu doridan 2 kun qilib 1 litr suvga 1 gram. Agar kasal bo'lgan holatiga bo'lsa, bu meni shaxsiy fikrim, 1 litr suvga 2 gramdan, agar profilaktika bo'lsa 1 gramdan bersa yaxshi, meni o'ylashimcha. Endi bu dorini nomi har xil, buni har xil Belgiya, boshqa, masalan, Ukraina, boshqa davlatlar bo'ladi. Ularda hammasida mana shu modda bo'lar ekan, xolos, boshqa modda yo'q. Ya'ni Toltrazulin degan modda 2,5% deyishyapti. Shu narsa bo'ladi, xolos. Boshqa narsa bo'lmas ekan, xolos. Va buni boshqa vitaminlarga qo'shib berish shart emas ekan. Shu tarzda boqayotganmiz. Parranda biznesimiz hozircha davom etyapti. Tovuqlarni sotganligim haqida aytgan edim. Ko'pchilik qiziqyapti, qanchaga sotdingizni. To'g'risi o'rtoqlar, kelishdik, berdim. Ulgurchi. Ya'ni bir kishiga hammasini ulgurchi narxda berdim. Hozir mana don suvini yangilash vaqti. Jo'jalarimizni o'rtoqlar, mana bu boshqa partiya. Bu yoqdagi ham boshqa partiya. Mana bu ham boshqa. Xulasi zakaz bo'lyapti, sotyapmiz. Ya'ni bu yoqdagi partiyani ham yangilab tashladik. Bu yoqdagi sotildi, o'rniga joylarini almashtirib tashlab boqib turibmiz jo'jalarni. Inkubatordan chiqdi, ularni mana bu yoqqa qo'yapmiz, keyin bu yoqdagilarni pastga qo'yamiz. Yana bir 2-3 kunlardan keyin yana inkubatordan jo'jalarimiz chiqadi. Sotilayotgan bu jo'jalarni qiziqib so'ramoqchi bo'lganlarga, sotyapsizmi Islomjon, hali ham jo'ja deb so'rayotganlarga sotyapmiz o'rtoqlar. Hozir bir qator narxi va kunini aytib o'taman, necha kunlik. Shundan keyin to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Bizni manzil eslatib o'taman, Namanganda Mingbulog'ida Jamashuyda. Afsuski bizda ob'yom katta bo'lmaganligi uchun dastavka qilib bera olmaymiz o'rtoqlar. Mana shu jo'jalarimiz, do'stlarim, nima deydi? Necha kunlik deydigan bo'lsangiz, o'sha jichakam bir haftalik, ya'ni 5 kun atrofidagi jo'jalar. Mana shunday o'ynab qolgan, yugurib yurgan jo'jalar. Shularning narxi 8000 so'm. Endi bu videoni qanchadir muddat o'tgandan keyin ko'rishingiz mumkin. Bular katta bo'lgan bo'ladi. Ya'ni 2 kun o'tsa ham ustiga narx qo'shiladi o'rtoqlar. Ba'ziga bir do'stlarimiz videoni 3-4 kundan keyin ko'rib ham ashi 8000 lik jo'jangiz deydi. Yo'q, u hozir katta bo'ldi. Oradan 4 kun 5 kun o'tdi. 9000 bo'ldi yoki 10000 bo'ldi endi uni narxi desak, nimaga shuncha don yedimi yoki shunchalik nima deydi, qo'shilib ketdimi deydi. Endi o'rtoqlar, mana narx 8000 aytganimdan keyin men bularga don beraman, suv beraman, qarayman, mehnat qilaman. Ya'ni shu holatida och qoldirib qo'ymayman-da, o'sha tortishadigan akalarimiz. Keyin o'sha yegan donini bular o'ziga hazm qilib,
o'ziga hazm qilib katta bo'lib turadi. Bu katta bo'lguncha dorilarini beramiz, qaraymiz bularni parvarishini qilib. Shuning uchun narx qo'shiladi afsuski. Agar siz aytganday bo'ladigan bo'lsa, mana shu jo'jalarda yangi ochib chiqqanlarini, misol uchun hozirgi kunda narxi 6000 bo'lsa, 6000 ligicha berish kerak deganimi 15 kun boqqandan keyin unaqa emas-da, to'g'rimi? Nima sababdan narxi boshqa? Sababi katta bo'lyapti, kun o'tyapti, shuning uchun. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Endi bularimiz shu 4 kun, 5 kunmikin, 1 haftamikin bo'lyapti. Men kunini aniq hisoblay olmayman. Men asosan o'rtoqlar narxni nimaga qarab belgilayman? Men narxni kuni yoki sanasiga qarab emas, asosiysi bularda sog'lomligi va kattaligiga qarab belgilayman narxni. Kim qanday hisoblasa hisoblasin, lekin men shunaqa hisoblayman. Mana shularning ichida hozir mana bu tek-tek kattalar yuribdi. Bu kattalar nargi tarafdan sakrab o'tganlar, bu tarafga sakrab o'tib olib qo'shilib olganlar. Endi mana shu jo'jalarimiz mana katta bo'lib qolgan, mana bozorlarda qarab surishtirib turamiz. Shu optim narxida aytadigan bo'lsam, bularning kuni taxminan 10 kunlik shunaqa bo'lishi kerak yoki undan ko'proq ham bo'ldi balki. Shularning narxi 10,000 so'm xullasi. Men kunini aniq bilmayman, mana o'sha dum chiqarib yurib qolgan mana shu jo'jachalarimizning partiyasi. Shularning narxi 10,000 so'm. Mana kattaroqlari bular boshqa, mana yugurib yurgan ikkitasi ham boshqa partiyadan, narigi tarafdan o'tgan. Endi sizlarga o'rtoqlar mana shu kattalarni ko'rsatadigan bo'lsam, bular o'zi men chiqqan sanasini ham eslab qolmayman-da to'g'risi. Bularning ichida mana kichkinalari ham o'tib olganda, bir ikkita aralashib qolyapti. Bu kichkinalar hisob emas, faqat kattalar mana shu yerda yugurib yurgan, mana don yeb yurgan, o'ynab yurgan katta-kattalar yuribdi-ku. Mana shu kattalarini o'rtoqlar optimga ko'p olganga 12,000 so'm qilib berayotganmiz. Endi yana bir ikkita orasida kattalari bor, undan oldingi partiyadan aralashib qolib ketganlari bor. Juda ham orasida yirik kattasi yurgan bo'lishi mumkin. Ular undan oldingi partiyadan qolgan. Ya'ni mana shu burchakda qora ham turibdi ana shu. Ular kattaroq, u boshqa. Ashlarni biror kunda terib olib qo'yaman. Aralashib ketdi-da bularga. Mana bu kichkinalar boshqa, 10 mingliklar. Mana 10 mingliklar yurgan bo'lsa, mana bular mana katta o'sha sakrab ketganlar. Ko'rdingizmi? Katta partiya. Mana bu yoqda yuribdi mana. Shularda optimga 12,000 so'm qilib beramiz. 2 kundan keyin bular 13,000 bo'ladi. Yana 2 kundan keyin 14,000 shunaqa har xil narxi qo'shilib boradi o'rtoqlar, boqqanimiz, qaraganimiz sar. Xulasi biznes umuman olganda yomon bo'lmayapti. Ko'rib turganingizdek hammasi zo'r, ko'z tegmasin. Daromadini men yakuniy hisobda nasib aytaman sizlarga. Videolarimizni kuzatib borayotganingiz uchun bittadan like bosib qo'llab turganlaringiz uchun katta rahmat. Bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deyman. Yangilik bo'lsa albatta yana bo'lishib boraman.